Tor savdosining hukmi. Savol. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Tor savdosi shakllanib, hozirga qadar az bo'lmagan taraqqiyotlar shakllandi va an'anaviy savdoga az bo'lmagan xirrislarni elib keldi. Men tuvanda Taobaodagi savdo shaklini misol keltirib, bir qancha savol so'ramoqchi. Ustozning qimmatli vaqtini chiqarib, fatvo berishini tuvanchilik bilan so'rayman. Oldi bilan Taobao to'g'ridagi savdo jarayonini qisqacha so'zlab o'tay. Birinchi. Oldi bilan Taobao to'riga chiqib, o'zimizga lozimliq mahsulotni izlaymiz. Ikkinchi. Andin yoqtirgan mahsulotni tanlab, mahsulot tushuntirish betiga kiramiz. Uchinchi. Batdagi mahsulot bahosi tushuntirilishi, mahsulot rasmi, oylik sotilish miqdori, xaridorning bergan bahosi qatorliqlarga qarab sotib olamiz. Hozir Taobao to'g'ridagi tijoratda shodan deb bir atalg'u bor bo'lib, bu bir yolg'ondan savdo shakllantirish usuli. Nemishqa yolg'ondan savdo shakllantirdi deganda, yuqorida aytgandek, xaridorlar mahsulot betiga kirgandan keyin bakrak muhim bo'ladigan ikki sonliq ma'lumot bor. Biri oylik sotilish miqdori, ikkinchisi bo'lsa xaridorlarning bergan bahosi. Qancha ko'p odam sotib olib, qancha ko'p yaxshi baholarga erishsa, xaridorlarga nisbatan shuncha ishonchli tuyg'u beradi-da, mahsuloti shuncha ko'p sotiladi. Shuning uchun Taobaodan do'kon ochganlar yolg'ondan savdo shakllantirib, sotilish miqdori va xaridor bahosini yuqori ko'tarib, xaridorlarning ko'zini bo'yaydi. Mening so'ramoqchi bo'lgan savolimmi dal shu. Birinchi, biz mushundaq savdo shaklini qo'llanib tijorat qilsak bo'lamdi? Ikkinchi, agar biz bunday shaklda savdo qilishimiz durust bo'lmay qolsa, tor savdosida qaysi ishlarga diqqat qilgan asosda tijoratimizni qilsak bo'ladi? Ustozga rahmat. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila taobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Davrimizdagi tor taraqqiyotining ahvoliga nazar og'dirganimizda, tor taraqqiyotidagi ilgirlashning g'oyat zo'r bo'layotganligini, kundan kunga yuksalayotganligini ko'ramiz. Jumladan, tor taraqqiyotining tijorat va savdo sohasidagi ilgirlashlari, kengayishi, qit'alar aro musobaqani qisqartib, davlatlar o'rtasidagi siyosiy chegaralarni atlab, dunyoni kichik bir savdo shaharchasiga aylantirib qo'ydi. Uchur ma'lumot va kompyuter sohasidagi bu zo'r, tez taraqqiyot natijasida tor savdosi degan bir atalg'u paydo bo'lib, intayin tez sur'atda keng ko'lamda tarqalishga boshladi. Tor savdosi tijoratchilarga tovarlarni yeyib bozorga solish, ko'p sonda xizmatchi ishiltish va do'kon ochish avariyalardan qutulishdan boshqa vaqt va pul tejash, ko'p xaridorga mal sotish va foydani ko'p olish qatorliq alohidalik va qulayliklarni olib kelsa, xaridorlarga nisbatanmi haftaning har kuni 24 soat savdo qilish, odatdagi qog'oz pul ko'tarib yurmaslik, safar qilmaslik, bozor aylanib jabha tortmaslik, o'chrat turmaslik, siyosiy cheklamaga uchramaslik va tovarni ko'tarib yurmaslikdek nurg'un qulayliklarni olib keldi. Tor savdosining taxmi muhim bir alohidaligi shuki, tor savdosi odatdagi savdo shaklidagi nurg'un chiqimlarni azaytadigan bo'lg'achqa, tordagi tovar bahosi an'anaviy do'konlardagiga qaraganda xilila arzon bo'ladi. Bu xaridor uchun intayin foydali. Bu alohidliklar natijasida tor savdosi dunyo savdo tijorat shaklini o'zgartirib o'tishga boshladi. Tor savdosi orqali ilm-satim ko'payib, musulmon ellardami nurg'unlagan musulmonlar bu savdoni qilishga boshladi. Cho'ng va taraqqiy qilgan davlatlar asosan an'anaviy savdo usullarini tashlab, tor savdosiga yuzlanib ketdi. Ehtimol oldimizdagi yillarda bu savdo usuli texnik keng tarqalishi va o'ylamagan yangiliklarni olib kelishi mumkin. Yuqorqi sabablar tufayli har bir musulmon bu savdoning shar'iy hukmini bilishi, diqqat qiladigan ishlardan ogoh bo'lishi va to'g'ri shaklini tushunib, eng yaxshi shaklda foydalanishi zarur bo'lib qoldi. Tor savdosiga aniqlama. Dünya savdo tashkiloti tor savdosiga tuvandakcha aniqlama berdi. Tor savdosi elektronlik vositalar orqali tovar ishlab chiqarish va xizmat sunish, tovarni tarqatish, bozorga solish, sotish va xaridorga topshirish qatorliqlarni ko'rsatadi. Mazkur aniqlamaga asosan tor savdosi tuvandaklarini o'z ichiga oladi. Birinchi, tovarni e'lon qilish va uni izlash. Ikkinchi, sotib olish iltimos sunish va pul to'lash. Uchinchi, sotib olingan tovarlarni topshirish. Qandaqli bo'lmasin, tor savdosining hukmi tovar va xizmatlarni bozorga solish hamda ikki taraf bir so'ringa jam bo'lmayla tor vositasi orqali ilm-barim qilishga markazlashadi. Bu savdoda sotib olingan tovarning puli inovatli pul kartalari orqali to'rdura to'lanadi.
tovar bo'lsa ba'zi yo'mital applardek to'rdilla tushirib topshirib elinishi yoki pochta orqali yoki maxsus xodim orqali adresga yetkazib topshirilishi mumkin. Tor savdosining xiyim xatiri. Shuning bilan birga tor savdosining xiyim xatirimi ko'p. Masalan, 1. Tor savdosida aldamchilik, saxtipazlik va hiyla ishlatish keng tarqalgan. 2. Inovat kartasi va tor savdo kartasi o'g'irlanishi mumkin. 3. Torda qilgan savdo-sotiq to'xtamlarni hujjatlab guvohlatib qo'yish imkoniyati yo'q. 4. Shariat cheklagan tovarlarni to'sish imkoniyati yo'q. 5. Tor savdosi qilayotgan torbat va supalarga qarata nazorat zaif. Tor savdosining hukmi. Umuman qilib aytganda, shariat qoidalariga asosan savdoda ikki tarafning roziligi udul kelsa, shariatga zid boshqa ahvol bo'lmasa, savdo durust bo'ladi. Ilgirki olimlar savdoning ikki tarafi bir yerga jam bo'la olmaydigan ahvollarda savdoni hatto nikoh va taloqqa o'xshash muhim ishlarni maktub yoki elchi orqali puttirishni joiz deb qaragan va so'rindan Iroqdagi kishining maktubini so'ziga o'xshash o'rinda qo'ygan. Ulamolarimiz taxi yana to'xtamning so'z bilan, yoziq bilan, maktub yoki elchi avatish bilan, ishorat bilan, hatto gap so'zsiz ilm bayon qilish qatorliq ikki tarafning roziligini ifodalash usullari bilan vujudga chiqadiganligini muayyanlashtirgan. Buningga asosan ba'zi olimlar kompyuter yoki aqliy fon orqali roziligini ifodalab, knopkani bosishni bir xil xat yoki maktub deyishga bo'ladi. Lekin bu boshqacha bir xil elektronlik xat bo'lib, kompyuter yoki aqliy fon tilidan o'rgangandan keyin inson tarafidan o'qig'ili bo'ladigan xat. Bu xat avatkuchining roziligini ifodalaydi. Xuddi u o'zi so'ringa kelib savdolashni qabul qilgandekla savdo va to'xtam bitidi deb qaraydi. Doktor Vahba Zuhayli hozirgi uchur aloqa vositalarining taraqqiyoti tufayli savdo muomalalarining murakkablashib ketishi sababli muomala muqimligini saqlash uchun A tarafning savdoni qabul qilganligini B taraf bilishi shart deb qaraydi. Undaq bo'lgan ekan, tor savdosini xat orqali boshlanib, internetdan avatish orqali putgan savdo deyishga bo'ladi. Natijada tor savdosi an'anaviy savdoda shart qilingan o'lchamlar topilsa, to'g'ri savdo bo'ladi. Buni ta'kidlaydigani shuki, islom shariati har zamon va har makonda tatbiqlashga bekitilgan ilohiy dasturdir. U muomalada shart qilgan o'lchamga rioya qilinsa, qulaylik ilib keladigan har qanday yangi usullarni yeklamaydi. Bu o'lcham va shartlari tuvandikicha. 1. Boshqalarning haqqini yeb olmaslik, zulm qilmaslik. 2. Aldamaslik, saxtalik qilmaslik, yolg'on xaridor bo'lmaslik. 3. Jazonining turlaridan saqlanish. 4. Tovar va xizmat obyekti sifati ma'lum bo'lish. Talash tartishga ilib boradigan noma'lumlikdan xoli bo'lish. 5. Harom tovar va mulozimatlar bo'lmaslik. 6. Haqiqiy tanmaslikqa qarata hujjatlab qo'yish imkoniyati bo'lish. 7. Tovarda ayib topilsa qaytarib etish yoki qaytarib berish haqqi bo'lish. Yuqorqi shartlarning hammasi topilsa savdo joiz bo'ladi. Bir qismi topilmasa to'g'ri bo'lmaydi. Lekin hozirgi tor savdosi supalarga qaraganimizda ularning yuqorqi shart o'lchamlariga rioya qilishi yetarlik emas. Shundaqla rioya qilishga tegishli qiladigan qonunlarmi yetarlik emas. Torda oltin kumush savdosi durust bo'lmaydi. Torda oltin kumush savdosi shar'iy jihatdan cheklandi. Sababi oltin kumush va qog'oz pullarni bir-biri bilan almashtirishda naqma-naq qo'lma-qo'l bo'lishi shart. Bara ibn Azib bilan Zayd ibn Arqam radhiyallohu anhular aytadi. Biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam zamonida tijoratchi edik. Shunga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan sarraflik haqida so'rasak, Rasululloh naq bo'lsa kerak yo'q, nesi bo'lsa durust bo'lmaydi degan. Hozir bo'layotgan tor oltin kumush savdosi yoki atalmish qog'oz oltin savdosida amaliyotda oltin yoki kumush mavjud bo'lmaydi. Bu savdoning mohiyatini ko'zda tutsak, bu aslida qo'lida yo'q narsani setish, qarzni qarzga setishdan iborat. Chunki sotquchining qo'lida oltin yoki kumush yo'q, hisobida qarz yoki omonat pul bor. Demak, bu savdo faqatla qarz pulni qarz pulga almashtirib, ko'nglimizda o'zimizni kumush olib setyapman deb qanoatlantirib, mavhum dunyoda o'zimizni qo'llashdan iborat. Aksiya bozorida shirkat pay chek olib setish. Pay cheki tijarati muboh tijorat, lekin olimlar bu xil tijoratning halol bo'lishi uchun shariatga xilof barliq ishlardan xoli bo'lishini asos shart qiladi. Masalan, 1.
Pay təvə bo'lgan şirkat əməliyyatda cismi bar mavjud şirkat bo'lib, halal kasb bilan shug'ullanayotgan bo'lishi. Quruq qog'oz yuzida qurilgan mavhum yoki qurilayotgan shirkat bo'lmasligi kerak. Ikkinchi, pay chekilib sotilmoqchi bo'lgan shirkat jazoni o'sim bilan va yoki aroq ishlab chiqarish bilan to'nilmagan qimorga o'xshagan nachar iqtisodiy muhitini rivojlantirishdek harom tijorat usullari bilan shug'ullanmaydigan shirkatlar bo'lishi shart. Asli faoliyati halol, lekin o'simli qarz yoki boshqa harom ishlar aralashgan shirkatlarning payini elib setish ko'pchilik olimlar nazarida cheklanadi. Bu turli paylarni elib satmaslik taqvodorlikqa eng yaqin. Yuqoriqiga o'xshagan islom cheklagan ishlardan xoli bo'lgan ahvolda pay cheki savdosi qilsa durust bo'ladi. Biroq shubha aralashgan ahvolda musulmon kishi buningdan o'zini tortishi lozim. Inovat kartasi ishlatishning hukmi. Inovat kartasi jazoni muomalasini o'z ichiga olganlik uchun bejirish va ishlatishga bo'lmaydi. Islom fiqh akademiyasi o'sim sharti bo'lganlikdan garchi karta egasi o'sim to'lash vaqti kelib bo'lguncha kechiktirmasdan to'lab o'tishga bel bog'lagan taqdirdami, bu turli kartalarni bejirish va ishlatishning to'g'ri bo'lmaydiganligi to'g'risida qaror olgan. Inovat kartasida yoki to'r kasbga echib o'tilgan bank kartasida pul bo'lsa, buning bilan to'rdan yoki bozordan mol sotib olsa bo'ladi. Agar kartada pul bo'lmasa, mol sotib olgan pulni bankiga belgilangan vaqtida to'lab etsa, yanada joiz. To'lab etmasa, o'sim chiqadigan bo'lib, xatarlik jazoniga yo'liqqan bo'ladi. Shunga vaqtida to'lab etish zarur. Inovat karta bilan savdo qilganda, kartada yuan bo'lib, dollar bilan tovar sotib olgan ahvolda bankka yuanni dollarga almashtiradi. Dollar bahosi bozor bahosidan ozgina tuvan yoki yuqori bo'lgan taqdirdami ikki taraf rozi bo'lsa, bu durust ish. Chunki ikki tarafning xohlagan bahoda pul tegish ixtiyori bo'ladi. Taobao to'rida savdo. Taobao to'ri Alibaba shirkati tomonidan 2003-yili Jungoda qurilgan bo'lib, bu xalqarodagi eBay va Amazon to'rlariga o'xshaydi. Taobaoda kichik tijoratchilar va shirkatlarning do'kon echishi yo'lga qo'yilgan bo'lib, ko'p tovar sotib olgan alohida xaridor e'tiborli ba'zi alohidaliklardan bahramand bo'ladi. Taobao to'ridagi savdimi umumiy jihatdan yuqorida bayon qilingan to'r savdosining hukmini oladi. Yana uningda shariat belgilagan shartlar va o'lchamga rioya qilgan ahvolda elib setish joiz. Ammo bular ichida faqatla ishonch oshirish uchun saxta baho to'plash ishi bir xil saxtalikqa kiradi. Buningda yuqori o'lchamlarga rioya qilish bilan birga yana tovarni yetkazib berish chiqimining kimga oid ekanligi aniq bo'lishi lozim. Demak, to'ridan tamomlanadigan ilm berim ishlari yuqoridagi shar'iy prinsiplarga munosib va islomning savdo axloqiga uyg'un shaklda tamomlanganida mazkur savdo shar'iy jihatdan yo'lliq va joizdir. Tuvanda to'r savdosiga aloqador kelgan ba'zi savollarga qisqacha javob berib o'taman. Savol: To'rda do'kon ochganlarning sotilish sonini oshirish uchun pul xarjlab, do'konning ishonchisini oshiradigan ish ekanligini bayqadik. Odatda do'konning ishonchisini oshirmasa, xaridorlar bu do'konning mollari ishonchli emaskan deb o'ylab mol sotib olmaydi. Bunday qilish to'g'rimi? Javob: Yolg'ondan savdo shakllantirib sotilish miqdori va xaridor bahosini yuqori ko'tarib, xaridorlarning ko'zini bo'yash to'g'ri emas. Bu bir xil saxtalik va aldamchilik doirasiga kiradi. Savol: Hozir o'ndidor va Taobao to'ri orqali narsaga sotib olish bak umumlashib ketdi. Biz u to'rlarda mallarning rasmini ko'rib sotib olamiz. Ularning kartasiga pulni urib bergandan keyin ular pochta orqali mallarni avatib beradi. Ba'zilari mal yarimasa yoki kichik-cho'ng kelib qolsa almashtirib qaytarib beradi. Ba'zilari unda qilmaydi. Mushundaq savdo qilish sotquchi va sotib olg'uchi uchun durust bo'lamdi? Javob: To'rda tovar sifati aniq, tushuntirilishi tafsili, rasmlar ochiq bo'lib, talash tartish kelib chiqmaydigan bo'lsa, sotib olgandan keyin tovar deyishganidek chiqmasa, xaridorning yondirib berish huquqi bo'lsa, mushundaq savdo qilish durust. Savol: Jungoda 11-oyning 11-kunini Bo'ytoqlar bayrami deb ataydi. Shunga Jungodagi eng chong to'r savdosi shirkati bo'lgan Taobao shirkati bu kunda butun mollarining bahosini 50% tushirdi. Mushu kunda ashu to'rbatdan bir narsa olsa bo'lamdi? Javob: Jungoliklarning bayramiga parvo qilmay, bu kunda savdo qilaversangiz bo'ladi. Savol: Ba'zida to'rda alohida vaqtlarni belgilab, malning bahosini tushirib sotadi. Bundaq chog'da malning bahosi odatdagi bahosidan jiqla arzon bo'ladi. Alohida necha minut degandek vaqtini belgilab, shu vaqtning ichida malni boshqalardan burun sotib olsa, shundaq arzon bahoda sotib olg'ili bo'ladi. Mushu xil malni sotib olish joizmi?
Ba'zilar talay sinagandek ishlardan olgan foydaning hammasi harom deydi ekan. Javob: Buning cheklanadigan tarafi yo'q. Do'konlardami biror kun baho tushirib satsa olsa bo'ladi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdulaziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 2 tom 73 numurliq fatvo.